Hindistonda bir johil ayol bor edi. Uxlayotgan payti hech kim tushunmaydigan tilda hadeb bir narsalar deyaveribdi. Uydagilari uning gaplariga tushunmay, Mavlaviy degan bir olimni boshlab keldilar. Umrida arab tilida gapirmagan, hatto namoz o'qimagan bu ayol sof arab tilida "Mana bu ikki odam menga jannatga kiring deyaptilar" dermish. Mavlaviy ayolning gapidan hayratga tushib, uydagilarga debdi: "Bu ayol jannatning bashoratini beryapti. Jannatga ketyapman deyapti. Buning qanday amali bor edi?" Bu ayol g'irt beamal edi. Beamalligi tugul yaramas ishlarni qilib o'tgan edi. Yo'q, yaxshilab o'ylanglar. Buning Xudoga yoqqan bir yaxshi amali bo'lganki, jannat bashorati berilyapti. Surishtirib bilishibdiki, bu ayolning yagona yaxshi amali azon aytilayotsa, o'zi tushunmasa-da ko'pchilikka jiminglar, azon aytilyapti derkan. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz va erta-yu kech unga tasbih aytingiz. Ahzob surasi 41-oyat.